Oddiy mijoz kafil ko'radi. Dizayn, rang, lekin ustalar esa boshqacha fikrlaydi. Chunki u biladi, haqiqiy sifat ichkarida bo'ladi. Eng katta test bilasizlarmi qachon boshlanadi? U kesayotganda boshlanadi. Chunki tovar o'z sifatini kesash jarayonida ko'rsatadi. Zichiligi past kafel kesayotganda chetlari uvalanishni boshlaydi. Qirrasi notekis chiqadi. Ichida mikro bo'shliqlar bo'ladi. Natijada yotqizishda choklari o'ynamaydi va notekislik bo'ladi. Yaxshi keramik granit esa yuqori bosimda preslangan bo'lib, zichligi bir xil, kesilganda silliq chiqadi. Natija nima? Usta tezroq ishlaydi, chiziqlar aniq chiqadi va vizual chiroyli bo'ladi. Shuning uchun har doim professional ustalar tekshirib olishadi. Krem mahsulotlari aynan shu talablarga javob beradi. U nafaqat chiroyli ishlashda ham juda ham qulay. Siz faqat ko'rinishiga e'tibor berasizmi yoki ichki sifatiga ham qaraysizmi? Javobini kommentariyada yozing yoki showroomimizga kelib o'zingiz ko'ring.